berasizlar, kun tartibidagi masalalarni ketma-ket ko'rishga o'tsak. Yuridik shaxslarga nisbatan atrof muhitga yetkazilgan zararning 3 baravari miqdorini jarima tarzidagi moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Zararni hisob-kitob qiladigan metodika bormi o'zi? Hozir kiritilayotgan moliyaviy sanksiya bu baholanuvchi tushunchaga o'xshayapti va har bitta holatda kerak bo'lsa viloyat, hudud, tuman kesimida bu narsa turlicha baholanishi mumkinmi degan xavotirimiz bor. Jarimaga qo'llanilgan bo'lsa, o'zi zararni qoplashdan ozod etilmagan. Bu yerda ham agar moliyaviy sanksiyaga tortiladigan bo'lsa, ma'muriy yo jinoyatga tortilmaydi. To'g'ridan to'g'ri zararni qoplaydi, moliyaviy sanksiya. Ma'muriy javobgarlik subyekti sifatida yuridik shaxsni javobgarlikka tortish masalasi umumiy normalarda nazarda tutilmagan. Jihatdan tozalash o'tkazilgan. 22 ta qonun o'z kuchini yo'qotgan deb topilyapti. To'liq inventarizatsiya qilindimi? Endi boshqa qonunlar ro'yxatga kiritilmaydimi? Parlamentga keldi, deputat bo'lib saylandi. Uni o'sha 10 yil deputatlik qilib, keyin yana sud organiga qaytib ketishida. Mana shu 10 yilda qandaysiga uni sudyalik umumiy stajiga qo'shishimiz mumkin? Bu bo'yicha xorijiy tajriba o'rgandimi, yo'qmi? Qonun loyihasi birinchi o'qishda konseptual ma'qullash taklifini ovozga qo'yaman. Rozilar, marhamat. Qarshilar, betaraflari yo'q.